Samarqand davlat chet tillari institutida tilni o'qitish, o'rganish va baholashdagi innovatsiyalar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Samarqand davlat chet tillari instituti ingliz tili fakulteti, ingliz tili kafedrasi jamoasi tomonidan tilni o'qitish, o'rgatish va uni baholashdagi innovatsiyalar mavzusida xalqaro ilmiy anjuman faoliyat olib bormoqda. Bu konferensiyadan ko'zlangan maqsad o'sha dunyoning rivojlangan mamlakatlarini metodikasini o'rganish va o'sha asosida yoshlarga ta'lim berishni chuqurlashtirish hisoblanadi. Xorijiy va qo'shni davlatlar oliy ta'lim muassasalari, mamlakatimiz va viloyatimizdagi oliy o'quv yurtlari, professor o'qituvchilar ishtirok etgan tadbirni institutning ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori G'aybullayev kirish so'zi bilan ochdi va anjuman ishtirokchilariga institut rektorining tabrigini o'qib eshittirdi. Bugun biz Samarqand davlat chet tillari instituti ingliz tili fakulteti, ingliz tili kafedrasi tomonidan tashkil qilingan Innovation in Language Teaching, Learning and Assessment mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda to'plandik. Undan ortiq xorijdan kelgan mehmonlar qatnashmoqda. Konferensiyamiz Innovations in Teaching and Learning and Assessment mavzusida bo'lib, bunda hozirgi kunda o'qitishga yangi innovatsiyalar, xorijliklar bilan birgalikda fikr almashish kabi workshoplar o'tkazilmoqda. Much like the ideas our teachers were planting. Anjumanda ma'ruza qilgan Jennifer Musser, Giuseppe Chiaramonte, Luis Train, Bayram Bilir, Ahmed Mahmud Ahmed Muhammad, Baxtiyor Davronov hamda Nadezxa Shirakovalar xorijiy tillarni o'qitish va talabalarga o'rgatishda yuqori samaradorlikka erishishda zamonaviy uslublar, texnologiya va innovatsiyalarning ahamiyati, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar, qo'lga kiritilgan yutuqlar, mavjud muammo va kamchiliklar hamda ularning yechimlari haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Современное образование требует новых подходов, интерактивной технологии, цифровые ресурсы и современные методы оценивания помогают сделать языковое обучение более эффективным и интересным. Мы рады, что конференция наша стала площадкой для обучения и обмена опытом, а также новыми идеями. Yalpi majlisdan so'ng anjuman til o'rganishda innovatsion yondashuvlar va o'zlashtirish usullari, til o'qitish usullari va pedagogikada innovatsiyalar, til qobiliyatlarini baholash va tahlilda rivojlanishlar hamda tilshunoslikda tadqiqot va rivojlanish yo'nalishlari deb nomlangan sho'balarga bo'lingan holda o'z ishini davom ettirdi.